Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuhu. Xayrli kech hammaga. Xo'p, qadrdonlar, yana bir kech bo'lganda zo'r lifehack. Bu nima deb so'rasalaring, bu xullas qishlarimizda qumi, kesganlarga qumi xullas. O'shunga ozgina travertin lak qo'shiladi. Farqi yo'q qanaqasi bo'lsa, ozgina travertin lak qo'shiladi va mana bu shoplarni yamashda ishlatiladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Bu shoflarni ideal qilib chiqara olmaymiz. Burchaklari bir ozginagina ochiq qoladi. Xullas shuni yamab chiqiladi. Mana bu holatga keladi mana qadrdon. Qurigandan keyin bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, bitta surtish jarayonini bitta ko'rsatib o'taman. Mana yaqinlating. Ozginagina shoflariga yetmay qolgan joylariga ishlatasiz. O'ta bir ideal zo'r narsa chiqadi. Mana qorayib, shoflari qorayib, mana holatda turgandan ko'ra bekilib mana shu qilib chiroyli turgan yaxshi baribir. Biz inshaalloh finishga yaqinmiz. Xo'p, tugatay deb qoldik. Mana bu yerdagi ostrofimiz qoldi. Xudo xolisa, ertaga ostrofni polni kafilli variant bo'lar ekan. Ostrofga kafillarni opishtirib, xudo xolisa ertaga inshaalloh bitkazamiz qadrdonlar. Tozalash, polirovka ishlari, bo'yash ishlari, ikki sloy laki va xo'p, juda go'zal holatga keladi. Inshaalloh ertagacha